Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana gullarni ko'ryapsizlarmi? Bizda bu gullar juda arzon. Batta har bittasi 7 dollardan ekan. Mana shu bitta gulimiz 7 dollar ekan. 7 dollarimiz shu 90 ming atrofida bo'ladi, Elyorjon. Mana shu o'zimizda uchraydigan gullar ham serob. Mana hammasidan bor desa ham bo'ladi O'zbekistonda. Mana shularning bitta donasi 90 mingdan ekan. Juda chiroyli manzara. Qancha chiroyli. Bularni ham narxini so'rab ko'raylik, Elyorjon. Qiziq bo'ladi. Men bir olib ketganimda mana uni 400 qanchalik oladi bir donasini. 1,5 130 dollarga yaqin. Ha, 100. Bir dona. 1,5 million ekan. Mana shu bitta tuvadagi gulimiz 1,5 million ekan. Nihoyatda nima ekan, sekin ekan. Ha. Anchayin qimmat turar ekan. Limonni oldim 50 dirhamdan oldim. Limonni 50 dirhamingiz 50 dirham 15-16 dollar. ha 200 ming atrofida. Shu. Bunaqa. Birinchi karlar ham qilamiz. Ko'raylikchi. Mana o'zimizdagi rayhon. So'mga 35 mingdan. O'sha atrofda. Azizlar, mana bizda uchraydigan rayhon tekin hisobida desa ham bo'laveradi. Buni bitta pachkada urug'ini olsangiz, qancha joyga yetadi. Arzimagan pulga beradi. Batta mana shu bitta tuvaydagi 40 ming so'm atrofida ekan. 40 ming so'm ekan bitta tuvaydagi rayhon. Techkarlardan bir ko'ramiz. Bu yerda keyin anjir ko'chat nihoyatda qimmat. 700-800 dirhamida. 10 anjir. Qani? Mana. Mana bu tomonda. Mana anjir. Brother, it is anjir? No, this papaya. Papaya. Ah. Inside this. Ah. Brother, it's how much? This is 20. 20. 20 dirham ekan. Qimmat bo'lsa keyin. Mana anjir ko'chatimizning narxi o'zbek so'mida 6 dollar. 6 dollar bo'lsa 70 ming atrofida, 70 ming. 75 ming atrofida ekan. Shu. Ammo mevalar qilibdi, qoyilman. Qaranglar. Meva solishni boshlabdi o'zi. Yashan teplitsada qilsa qanaqa bo'lar ekan? Anjirda gullamaydi-yu. Chaynlash kerak emas. Wow, tabiat zo'r-a. Qushlar sayrab turibdi. Uyda ham shunaqa boqib qo'ysa, Bizda narx-navolar qimmat deganlarga betdagi narx bilan O'zbekistondagi narx, ko'chatning narxlari 3-4 barobar arzon ekan bizda ko'chatlar. shu O'ta qimmat ekanlar. mana limonlar, limon ko'chatlar. Mana uzum ham bor ekan. Bu uzummi? Uzum emas bu. Uzum. Uzummi? 100% uzum. Uzum ko'chat. Wow. Endi men navini bilmadim qanaqaligi-yu, mana uzum ham bor ekan. Limon ko'chatlar bor ekan, mana limon qilib yotibdi. Limon. Mana limon ko'chatlar. Okadan bir narx bilsak, limon ko'chatga aytamiz-a? Aha. Baribir ko'klam narsa Shu bahri diliz ochilib. O'rmonga tushib qolganda yuribman. Qushlarda qo'yib qo'ysa, sayrab bedanalar. Yuzni qilib qo'ysangiz, ishdan kelib, bolalaringiz bilan gaplashib, dam olib o'tiradigan joylar ekan. Tabiat qaranglar, chiroyli. 5 ketdim. Nima ham yashil. Qushlar. Bitta qafasda bedanadan qo'yib qo'yib, ovozini eshitib, boshdan yeb, limon. Limonmi ekan bu?
O'xshash ekan. Qo'yma. Mana bizda uchraydigan atirgullar juda chiroyli. Keyin 25 dirham ekan buni. Bitta tuvedagi narxi. Bizda qancha bo'ladi? $8 oshiqroq. Necha dollar? $8 oshiq. $8 bo'lsa 90 ming atrofida. 90 ming. Tuvedagi atirgullar. Tuvedagi atirgul. Mana bu yovvoyi olmami, yovvoyi nokmikan? Shunga o'xshash ekan. Onor. Ana. Assalomu alaykum. Bunaqa onor. Ha. Qo'ylasizlar. Shu yerda ham onor bor. Manzarani qaranglar. Bunga Elyorjon o'zlari asobiy shakl bergan ekanda, qarang mana. Kesib, ulab, bir o'tkazib, bunchalik qilish oson emas. Qo'yilma. Ana xurmo. Ko'chatlari. Tabiatan. Assalomu alaykum. Wow, mandarin. Tuvedagi. Shu 5 ketdim. Kirib chiqaylikmi? Ana atirgulni qarang. Hamma gullar. bunaqa atirgul rost ko'rmagan. Shu narxi bo'lachi. Assalomu alaykum. It how much? 450. 450 dirham. 450 dirham. 450 dirham ekan. 1,5 million atrofida ekan. Shu 1,5 milliondan oshiq. Nimani ham so'rab ko'rmadingiz? Mandarinni narxini ham, ko'chatini. Abrazak? Mana bizda uchraydigan gullarning ochilgani 150 ming atrofida ekan bitta tuvedasi. Keyin atirgullarimiz. Bular ham shunga yaqin. Jicha qimmatroq, 180 ming bitta tuveyi. Keyin manularimiz 250 mingdan. Bular ham bizda uchraydi. Narxini so'radik. Keyin ajoyib daraxtni nech pul dedi? Daraxt 450 dirham. 450 dirham. 1 million 600 atrofida ekan. Shu. Aha. Bir ichkarilardan. Qay, yur. Va, mana rayhon. Stoli bor ekanda, Elyorjon. Wow. Onor. Onor ko'chatlari. Wow. Keyin Elyorjon batta it yo'q ekan, ammo mishin noyati sirop ekan, a? Shunday. Juda ko'p ekan. Hamma mishin boqar ekan. Lekin mishiqchalar ko'p. Mana qarang, dannilarni ham berib ketibdi. Qanaqa meva qilishini. Mango ekan bu. Mango edi. Narxini qo'ymabdi-ku. Yo'q. Har xil. O'ta go'zal manzaralar deydi-yu. Bularga parvo ham zo'r ekanda, qarang. Shunda sug'orishar ekan. Shunda sug'orib e'tiborda qarang. Mana qanaqa daraxt bo'ldi? Anjirga o'xshab ketar ekan. Tanasi-yu anjir bas ekan. Yo'q, baylari. Mayli. Juda go'zal. Mana anjir yana. Limon. Udobreniyalari ham sotilar ekan, Elyorjon. Ha? Udobreniyalari ham sotilar ekan. O. Aka. Voy. Assalomu alaykum. Wow. Aynen. Bu o'sha nimasida?